Namangan shahridagi 17-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bugun inklyuziv ta'lim yo'nalishida olib borilayotgan tizimli ishlari bilan e'tiborga loyiq. Muassasada 640 nafar tarbiyalanuvchi 21 ta guruhda ta'lim-tarbiya olmoqda. Jarayonlarda har bir bolaning individual xususiyatlari, qiziqishlari va rivojlanish ehtiyojlari inobatga olinadi. Ayniqsa inklyuziv yo'nalishda tarbiya olayotgan bolalar bilan ishlash puxta yo'lga qo'yilgan. Logoped Ikromjonova Madinaxon tomonidan har bir bola bilan individual reja asosida muntazam mashg'ulotlar olib borilmoqda. 17-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida logoped sifatida faoliyat olib boraman. Bugungi kunda inklyuziv ta'lim bolalar rivojida juda muhim o'rin tutadi, chunki inklyuziv ta'lim har bir bolaga uning jismoniy yoki nutqiy imkoniyatlaridan qat'iy nazar teng ta'lim olish imkonini beradi. Hozirda bizda 3 nafar turli xil tashxisli bolalar tahsil olmoqda. Har birlari bilan alohida individual mashg'ulotlar o'tamiz. Masalan, Ominaxon bilan birinchi artikulyatsion gimnastikadan boshlaymiz. Nafas mashqlari qilamiz, mayda motorikalar bilan ishlaymiz. Keyin tovushlarida hozir RS tovushlari ancha ravon chiqishni boshladi yoshiga nisbatan. Zamonaviy metodik vositalar, didaktik o'yinlar va interaktiv mashqlar orqali bolalarning nutq ravonligi, tovush talaffuzi va muloqot ko'nikmalari bosqichma-bosqich rivojlantirib borilmoqda. Muntazam va sabr-toqat bilan olib borilgan ishlar o'z natijasini bermoqda. Dastlab ayrim harflarni talaffuz qila olmagan tarbiyalanuvchilardan biri bugungi kunda tovushlarni aniq va ravon ayta boshladi. Bu esa individual yondashuvlarning amaliy samarasi sifatida baholanmoqda. Muassasa direktori Go'zal Tajibayeva ta'kidlaganidek, inklyuziv ta'lim yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilib, har bir bolaga teng imkoniyat yaratish ustuvor vazifa etib belgilangan. Bu yerda har bir bola bilan alohida ishlanadi. Har bir kichik yutuq katta natijaga eltuvchi qadamlardan biri sifatida qadrlanadi. Chunki inklyuziv ta'lim bu imkoniyatlar eshigini ochish demakdir. 17-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida esa bu imkoniyat har bir bola uchun yaratilgan.